Do'stlar, barchaga salom. 2025-yilning 13-sentyabr kuni umrimda birinchi bor uzunligi masofasi 21 km bo'lgan yarim marafon musobaqasida qatnashdim. Qiziq shundaki, o'tgan yil 2024-yilda hattoki 3 km masofani zo'rg'a 40 minut vaqtda yugurib o'tgandim. Ushbu videoda men sizlar bilan ushbu yarim marafonga tayyorlanish jarayoni, ya'ni sport tomonidan tayyorlanish jarayoni va ikkinchi qismida men sizlar bilan ushbu masofadan so'ng o'zim uchun olgan hayotiy saboqlar, o'zim uchun chiqargan hayotiy xulosalar haqida gaplashib o'tmoqchiman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring va ushbu tayyorgarlik jarayoni va o'zim uchun chiqargan hayotiy saboqlar, hayotiy xulosalar haqida o'z fikrlaringizni albatta izohlarda qoldiring. Aytib o'tganimdek, videoning birinchi qismi yarim marafon yugurishiga qilingan jismoniy tayyorgarlik haqida bo'ladi. Ya'ni oxirgi yilda mening natijalarim qay darajada o'zgardi va qanday qilib men bu natijalarga erishdim. O'tgan yili men yugurish musobaqasida ham qatnashgandim va shunda mening o'rtacha 1 km masofada yugurish natijam 9 minutni tashkil etardi. Bu yilga kelib esa yarim marafon 21 km masofani 2 soat 27 daqiqada yugurib o'tdim. Ya'ni 1 kilometrni o'rtacha 650 daqiqadan bosib o'tdim. Bu o'tgan yilga nisbatan juda ham tez, garchi masofa uzun bo'lsa ham. Xo'sh, bu natijalarga men qanday erishdim? Musobaqaga tayyorgarlik jarayonini musobaqadan 2 oy oldin boshladim. Va juda ham primitiv tarzda aytib o'tsam bo'ladi tayyorgarlik jarayonini, chunki qilgan ishim faqat tezroq va ko'proq yugurishga harakat qildim. Ya'ni boshida 5 kilometrdan boshlagan bo'lsam, har keyingi yugurganimda 2 kilometrdan masofa qo'shib bordim. Albatta har doim 2 kilometrdan qo'shib borish juda ham qiyin. Ayrim paytlar, masalan, 12 kilometr yugurgandan so'ng keyingi gal yugurganimda 9 kilometrga, ya'ni yoki 10 kilometrga yugurgan paytlarim ham bo'ldi. Lekin doim harakat qildim. Masofani qo'shish va o'sha masofani har bir kilometrini iloji boricha qisqaroq vaqtda yugurib o'tishga harakat qildim. Ovqatlanishga keladigan bo'lsak, 10 kilometrdan yugurgandan so'ng albatta oyoqlarda og'riq bo'ladi, ya'ni mushaklar taranglashib o'sishni boshlaydi. Shu tayyorgarlik jarayonida men kreatin moddasini iste'mol qildim 3 hafta davomida. Mana ko'rishingiz mumkin, bu kreatin monogidrat, bu reklama emas, yashab qo'yishim mumkin. Xo'sh, kreatin moddasini iste'mol qildim va shuningdek protein moddasidan ham alohida iste'mol qildim. Albatta proteinlarning tabiiy mahsulotdan bo'lgani ma'qul, lekin kunlik ratsionda shuncha oqsil iste'mol qilish juda ham qiyin. Shunda siz protein poрошокdan iste'mol qilsangiz albatta bo'ladi va bu juda ham muhim, kunlik oqsil miqdorini to'liq iste'mol qilish. Shu o'rinda bir ma'lumot bilan bo'lishib o'tmoqchiman. Protein iste'mol qilganingizda, oqsil iste'mol qilganingizda har bir kilogramm vazningizga 2 gram protein to'g'ri kelishi kerak. Shunday qilib oxirgi 2 oyda qilgan ishim juda ham ko'p va juda ham ko'p yugurish bo'ldi. Tayyorgarlik bo'yicha qiladigan xulosam shuki, ko'p mashq qilish, to'g'ri ovqatlanish hamda to'g'ri uyqu. Va nihoyat bugun 13-sentyabr. Shuncha tayyorgarlikdan so'ng bugun yarim marafon yuradigan kun. Shunday qilib asta-asta biz startga yetib keldik. Kilometr yugurib qo'ydik. Xo'sh, xursand bo'ladiganim, xo'sh, 10 kilometrni umuman to'xtovsiz yugurib o'tdim. Juda ham xursand qiladigan natija. Hozir endi masofani yarim o'tib bo'ldik. Dars davom etamiz. Olg'a. Kursga qarab yuguryapman. Agar mana bu
Xo'sh, ko'rsatkich puls, ya'ni 170, 180 oshib ketsa, sal sekinlashib, pulsni o'ziga keltiryapman. Albatta, ko'p menimcha yuqori pulsda yugurish mumkin emas. Ben 5. kilometr yuguryapman. Xo'sh, tana charchadi, yugurish xohlamaydi, lekin miyada yugurib bilaman degan qandaydir fikr, mindset bo'lsa, qayerdandir xuddi kuch kirganday bo'ladi. Bilmadim. Balki muzika o'zgarganda, yaxshi muzika kelgan payt shunaqa bo'lar balki. Yoki bilmadim, men shunday bo'ladi, lekin oyog'im og'riyapti o'sha. Lekin men yugurib bilaman. Hali kuchim bor deb miyaga signal beryapman va haqiqatan g'oyibdan qandaydir kuch keladi. Davom etamiz. Haqiqatan bu yugurish men uchun meditatsiya bo'ldi desam ham ajab emas. Qanchalik uzoq masofaga yugurganim sari shunchalik odamlar soni siyraklashib bordi va odamlar soni juda ham kamaydi. Ushbu marafonning yana bir yoqgan tarafi bolalarning qo'llab-quvvatlashi bo'ldi. Juda ham ko'pgina bolalar ko'chaga chiqib, sportsmenlarni qo'l cho'zib turgan holda olqishlashdi. Va nihoyat Buxoroning go'zal eski shahar ko'chalaridan yugurib o'tib, finishga ham yaqinlashib qoldik. Endi ushbu yarim marafonda qatnashganimdan keyin o'zimga chiqargan hayotiy xulosalar bilan bo'lishib o'tmoqchiman. Albatta, bu yarim marafon masofasi ayrimlar uchun juda ham qisqa, ayrimlar uchun juda ham uzun bo'lishi mumkin, lekin men o'zim uchun juda ham ko'p hayotiy xulosalar chiqardim. Va birinchisi, albatta, bu sizning raqobatchingiz faqat siz o'zingiz. Ya'ni ushbu marafonda yugurayotgan paytim ayrim odamlar mendan o'tib ketdi. Juda ham ko'p odamlar o'tib ketdi. Yoki aksincha vaziyat ham bo'ldi. Juda ham ko'p odamlar orqada qolib ketdi. Shunda mening asosiy xulosam shu bo'ldiki, bu hayotda ham, umuman biznesda, hayotda nimaiki umuman raqobatda bo'lmang, qanday raqobatda bo'lmang, sizning asosiy raqobatchingiz bu siz o'zingiz. Ya'ni kechagi o'zingizning kechagi versiyangiz. Men bu marafonda tayyorgarlik jarayonida ham hech kim bilan o'zimni solishtirmaslikka harakat qildim. Kim mendan o'tib ketgan bo'lsa o'tib ketdi, kim orqada qolgan bo'lsa orqada qolib ketdi. Lekin mening eng asosiy raqibim bu mening o'zim. Men har doim o'tgan safargi to'mrotdan bu safar yaxshiroq bo'lishga harakat qildim. Har doim yugurgan paytim o'zimning natijalarimni yaxshilab borishga harakat qildim. Va bu menga faqat shu marafonga e'tiborim qaratishga, o'zimni natijalarimga qaratishga imkon yaratdi. Albatta, o'zingizni boshqalar bilan solishtirish juda ham ko'p energiyani olib qo'yadi. Hech qachon boshqalar bilan solishtirmasdan faqat o'zingizni kechagi versiyangiz bilan solishtirib, faqat kechagi o'zingizdan yaxshiroq bo'lishga harakat qiling. Bu mening birinchi hayotiy xulosam bo'ldi. Ikkinchi hayotiy saboq bu uzoq masofada sizning raqiblaringiz kam bo'ladi. Yarim marafon yugurayotgan paytimda birinchi 10 kilometrda odamlar juda ham ko'p edi. Va 10 kilometr masofani bosib o'tgandan keyin 11-kilometrdan boshlab odamlar juda ham siyraklashib, juda ham kamayib bordi. Bora borib 20 kilometrga yaqin kelgan paytim atrofimda juda ham kam 2-3 talab odam qoldi. Va 17-18 kilometrlik masofaga kelganimda juda ham ko'p odamlar orqada qolib ketishdi.
umumiy qilib aytganda, qanchalik masofa uzoqlashgani sayin odamlarning soni siyraklashib bordi. Bu bizga qanday hayotiy sovg'a beradi? Nimaiki sohada ishlamang. IT sohasi, youtuberlik yoki qandaydir biznes, qanchalar shu ishingizni tashlamasdan, chekinmasdan uzoq masofaga olib borsangiz, albatta siz bir kun emas, bir kun yutasiz. Raqobatchilaringiz kamayadi. O'zimning youtuberlik faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, shu ishni qanchalar uzoq davom ettirsam, albatta men shu sohada hammadan o'tib ketishim aniq. Nimaiki soha bo'lmasin, shu sohada qanchalar uzoq vaqt shug'ullansangiz, sizning raqobatchilaringiz juda ham kamayib, siyraklashib boradi. Faqat doim o'z ustingizda ishlab, kechagi o'zingizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishga harakat qiling. Bu mening chiqargan ikkinchi hayotiy xulosam bo'ldi. Uchinchi hayotiy xulosa bu g'alaba bizning miyamizda. 15-kilometrni yuguryapman yarim marafonda va haqiqatan sezyapman, juda ham charchaganman, oyoqlarim og'riyapti. Lekin miyaga signal beryapman, yo'q, men charchamadim. Bu hali endi boshlanishi, men 15 emas, 40 kilometr ham yugura olaman deb miyaga signal beryapman va haqiqatan qandaydir kuch kelyapti menga va o'shani haqiqatan sezyapman. Bir David Goggins kitobida o'qigandim. Inson umuman charchadim, bo'ldi, qila olmayman degan paytida o'zining 40% potensialini ishlatgan bo'lar ekan. Atigi 40% potensialini. Demak, biz nimaiki sohada ishlamaylik, bo'ldi, mana shu qila olishimning maksimumi, bundan ortiq qila olmayman degan payt biz haqiqatan ham boshqa hech narsa qila olmaymiz. Yo, agar g'alabani miyamizda tasavvur qila olsak, nimaiki ish bo'lmasin, nimaiki oldingizga maqsad qo'ymang, miyangizda men qila olaman deb o'zingizga signal bersangiz, albatta qila olasiz. Bu mening yarim marafon yugurishdan olgan 3-hayotiy xulosam bo'ldi. Do'stlar, qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang va shuningdek izohlarda siz o'zingizga nima xulosalar chiqardingiz yoki nima savollaringiz javob berilmay qoldi yoki nimani yaxshiroq qilsa bo'lardi, bu haqida albatta izohlarda qoldiring. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.